Bunga почти 1 litr sut ketadi. Kapuchinatorni joyiga chiqqita o'rnatib olamiz. Kofilarni zapravka qo'yib olamiz. Rajokini qotirib olamiz. Displeyni qarang, funksiyasi ko'pligini. Bunda cappuccino, latte, flat white, espresso, americano hamma kofe bilan ishlaydi. Espresso uchun kichkina stakanli, latte uchun katta stakan ham qo'ysangiz bo'ladi. Двойной latte tayyorlab ko'ramiz. Sutini ko'pligini, kam ko'pligini ham regulovka qilsangiz bo'ladi. Latteimiz ham tayyor bo'ldi. 3 ga ajralib chiqdi. Cappuccinoimiz ham tayyor bo'ldi. Achchiqqina espresso. Ertalabdan bitta ichsangiz uyg'otadigani. Bu kofe mashina Deft brendiniki, original 1 yil garantiyali bo'ladi. Kapsulli Dolce Gusto va Nespresso bilan ham ishlay oladi. Mana shunaqa kofelarni ichmoqchi bo'lsangiz, bu kofe mashina siz uchun. Narxi $130. Ramazon oxirigacha $99 qilib beramiz. Birinchi xarid qilgan mijozlarimizga mana shunaqa 2 qavatli stakanlarni qo'shib beramiz. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqaga chiqaverasiz.